Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti Qashqadaryo viloyati mintaqaviy bo'linmasi tomonidan Prezidentimizning 2022-yil 10-iyundagi yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, respublikada atrof muhit monitoringi dasturining ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Viloyatning 7 ta tumanida sho'rlangan tuproqlarni monitoring qilish hamda sho'rlanish darajasini tuproq kartasiga tushirish ishlariga e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda institut xodimlari tomonidan mazkur rejaga ko'ra mavjud sho'rlangan maydonlardan tuproq namunalari olib kelinib, laboratoriya tahlillari bajarilmoqda. Respublikada atrof muhit monitoringi dasturini 7-bob 30-bandini ijrosini ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyatidagi 7 ta tumanda sho'rlangan tuproqlarni monitoring qilish va sho'rlanish darajasini tuproq kartalariga tushirish ishlari rejalashtirilgan va hozirgi kunda mana shu reja doirasida Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi mavjud sho'rlangan tuproqlardan tuproq namunalari olib kelinib, hozir laboratoriya jarayonida o'zi tahlillari olib borilmoqda. Mintaqaviy bo'linmamiz mana shu viloyatdagi 7 ta tumandagi sho'rlangan tuproqlarni o'sha monitoring qilish va sho'rlanish darajasini tuproq kartalariga tushirish ishlari bilan shug'ullanyapti. Mintaqaviy bo'linmamizda 30 ga yaqin mutaxassislar ishlaydi. Dala xodimlar dalaga chiqib tuproq namunalarini olib, dala tadqiqot ishlarini bajarib kelishyapti. Keyin bu institutimizda kameral ishlar bilan shug'ullanuvchi laboratoriya xodimlarimiz bor. Tuproq tahlillarini o'tkazib, ma'lumotlarini taqdim qiladi kameral bo'limiga. Ular tuproq kartalariga tushirib, karta chiqarish bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari mobil laboratoriyalarimiz Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan bizga yetkazib berilgan bo'lib, hozirgi kunda vaqtdan yutish uchun dalani o'ziga borib, yer egalariga, fermer xo'jalik yoki klaster korxonalariga dala sharoitida borib, tuproqlaridan namuna olib, tuproqlarini o'sha oziq elementlari bilan ta'minlanganlik darajasi yoki sho'rlanish darajalarini aniqlab berish imkoniyatimiz mavjud. Tuproq kartalarini qilishligini asosiy maqsadi bu geoportalga bazaga joylanadi. Bu ma'lumotlar va keyin istalgan yer egasi yoki qiziquvchi o'sha geoportaldagi bazaga kirib, o'sha tumanni, o'sha dalasi, o'sha massivdagi ma'lum konturni oziq elementlari bilan ta'minlanganligi qanaqa, sho'rlanish darajasi qanaqa, sifat bo'yicha balvanitet bahosi qanaqa, qancha sentr hosildorlik belgilangan, g'allaga yoki paxtaga qancha hosildorliklar belgilanadi. Tuproq haqida ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Mana shunda kerak bo'ladi va bundan tashqari o'sha tayyorlangan tuproq kartalari fermer xo'jaliklari, yer egalari o'sha yeridan foydalanishda qo'liga hujjat bir dasturul amal bo'lib xizmat qiladi va mana shu organik va mineral o'g'itlarni qo'llaganda o'sha tuproq kartalariga qarab, tuproq kartalaridan foydalangan holda oziq elementlarini qo'llash hisobiga iqtisodiy jihatdan ham samaradorlikka erishadi. O'sha fermer o'sha konturini, dalasini qaysi konturi oziq elementi bilan qay darajada ta'minlangan, unga qanaqa me'yorda, qanaqa miqdorda oziq elementini qo'llash kerakligi to'g'risida qo'lida tuproq kartasida ma'lumotlar bo'ladi. Sho'rlanish darajasini kartaga tushirib berganimizdan keyin o'sha dalasini qaysi qismi qay darajada sho'rlangan va qay darajada sho'rlanganligiga qarab sho'rish me'yorlarini belgilashda bir asos bo'lib, dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumotlar bazasida o'sha geoportalda joylanadi. O'sha portaldan istalgan odam kirib, o'sha dala, o'sha kontur haqidagi to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishligi mumkin. Maqsad viloyatimizdagi tuproqlarning unumdorligini yaxshilash, tuproqdagi chirindi miqdorini oshirishga, xullas tuproqlarning xos xususiyatlarini yaxshilab, tuproqdan olinadigan hosildorlikni ko'tarishga o'zimiz hissamizni qo'shish. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, bugungi kunda viloyatda jami 325,9 ming gektar turli darajada sho'rlanishga uchragan sug'oriladigan yer maydonlari mavjud bo'lib, shundan 205,8 ming gektari kuchsiz, 39,8 ming gektar o'rta, 6,8 ming gektar kuchli va 5,4 ming gektar juda kuchli darajada sho'rlanishga uchragan.
Institutda sho'rlangan maydonlarning holati zamonaviy texnologiyalar yordamida aniqlanyapti. Tegishli tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Mutaxassislar bilim va tajribasini oshirib borishmoqda. Prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan Qarshi tumanida tuproq unumdorligini oshirish maqsadida 381 ta fermer xo'jaliklarining 8500 gektar maydonida 5 milliard 156 million so'm subsidiya mablag'lari ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda 7000 gektar maydonda 2450 tonna gumus o'g'it mahsulotlarimiz yetib keldi. Hozirda dalaga berish ishlari amalga oshirilmoqda. Gumus o'g'itli mahsulotlarimiz dala sharoit shudgor bilan birga berildi hamda paxtadan so'ng kultivatsiya bilan birga berish ishlari amalga oshirilmoqda. Maqsadimiz shundaki, tuproq unumdorligini oshirib, paxta hosildorligini kelajakda 50-60 sentrga yetkazishdan iborat. Hozirgi kunda mobil laboratoriyamiz bilan dalaga yetib keldik. Dalani o'zida biz fermerlarga osonlik, qulayliklar yaratish maqsadida mana mobil laboratoriyamiz hamma jihozlari bilan kelganmiz. Bu yerda biz fermerlarimizning yerlarini agroximik kartogrammalarini yaratamiz va ularni qo'liga birdan hozir joyda o'zida topshiramiz. Ularni qo'liga agrokimyoviy pasport sifatida topshiramiz. O fermerga qanday foyda? U o'zini yerini qandayligini biladi. Unda qanday fosfor ko'pmi yo kammi, kaliy darajasi qancha, qanday ta'minlangan, gumus bilan qanday ta'minlangan fermer bemalol biz bergan ma'lumotlar orqali aniqlashi va shunga qarab, xulosalarimizga qarab yerdan foydalanishi mumkin. Mana bu jarayon ketyapti. Jarayonda biz hozir suvli so'rimlar tayyorlaymiz. Mana suvli so'rim tuproqlar elaklardan o'tkaziladi, tarozilarda tortilib, har xil mana elementlar orqali, titrlash orqali, boshqa usullar orqali biz tezlashtirilgan usulda fermerning qo'liga ma'lumotlarimiz topshirmoqdamiz. Maqsadimiz oldinlariga nisbatan biz vaqtni tejash va tezkorlik bilan va sifatli darajada ma'lumotlarni egalariga yetkazish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13 fevraldagi qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20 fevraldagi qishloq xo'jaligi yerlari unumdorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori doirasida viloyatdan Qarshi tumani tanlab olinib, mazkur qaror bo'yicha sug'oriladigan paxta maydonlarining har gektariga 1 million so'mdan davlat subsidiyalari ajratilmoqda. Istiqbol fermerlar hududi aynan subsidiya imkoniyatlaridan foydalanayotganligiga guvoh bo'ldik. 40 gektar yer maydonim bor. Shundan 20 gektar paxta yetishtiraman. Prezidentimiz tomonidan juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Mana natijasini ko'rib turibmiz. 20 gektar paxta maydonimga davlat tomonidan moliyaviy ko'mak ajratilgan. Mana shu moliyaviy ko'makning hisobidan biogumus mahsuloti bizning dalamizgacha yetib keldi. Beramiz, Xudo xohlasa, bu paxta maydonimizdan 50-60 sentner paxta yetishtirishni kutib turibmiz. Biogumus yerda meliorativ holatini yaxshilaydi. Ozuqani yaxshi o'zlashtirilishiga katta yordam beradi. Doim shu biogumus bilan ishlash niyatida biz. 20 gektar paxta maydonimga 20 million so'm subsidiya ajratilgan. Mana shu subsidiya hisobidan biogumus yetib keldi dalamizga. Mana hozir paxtaga sepamiz. Bu biza fermerlar uchun juda katta yordam bo'ldi. Prezidentimizga juda katta rahmat aytamiz. Va hozirgi kunda biz Qashqadaryo viloyatidan tanlangan Qarshi tumanimizdan 381 ta fermer xo'jaligiga subsidiyalar ajratilgan va hozirgi kunda mana shu subsidiyalar doirasida shartnomalar biogumus va gumusga boy gumulli superfosfat o'g'itlarini ishlab chiqaruvchi MCHlar tomonidan yetkazib berilyapti. Bu MCHlarga tegishli ilmiy tadqiqot institutlarining xulosalariga ega bo'lgan MCHlar bizga mana shu Qarshi tumaniga o'sha gumusga boy o'g'itlarni biogumus
gomuslarni yetkazib beryapti. Mana bu hozir Musayev Chori fermer xo'jaligida Istiqbol massivida mana shu gumli superfosfat bio'g'itini dalaga, paxta dalasiga qo'llash jarayonlarini ko'rib turibmiz. Mana shu 97-qarori ijrosi doirasida mana shu ishlar bajarilib kelinmoqda. Bundan maqsad shuki, mana shu tuproqlarimizni unumdorligini oshirish, xossa xususiyatlarini yaxshilash va mana shu tuproqning unumdorligini oshirish orqali tuproqdan olinadigan hosildorlikni ko'tarishga qaratilgan. Ulardan olinadigan hosildorlik ham oshirib, aholimizni yana ham farovonligi yaxshilanadi, dasturxoni to'kin bo'ladi. Bu qaror va qonunlar albatta mana shu qishloq xo'jaligini yanada isloh qilish, yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mana shu subsidiya mablag'lari hisobiga tuproq unumdorligini oshirish maqsadida tuproqqa gomusga boy gomilli superfosfat o'g'iti va biogomus o'g'itlari berilmoqda. Mazkur o'g'itlar shartnoma asosida tegishli ilmiy tadqiqot institutlarining xulosasiga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar tomonidan yetkazilyapti. Hozirda ushbu gomusga boy o'g'itlarni fermerlarimiz qabul qilib olib, paxta dalalariga qo'llashmoqda. Bu kabi islohotlardan ko'zlangan maqsad yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, hosildorlikni yanada oshirishdan iboratdir.